Qaranglar, choyga, suv ovqatga xabardor bo'lib turlaring. Shashlikmi? Olib kira, tezlashtiring. Go'shtingni olib qo'yganmisizlar? Qaranglar, kamchilik bo'lmasin. Nozik mehmonlar kelyapti. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Mucho uylarda odam ko'p. Ramazonda hamma iftorlik qilib savob olgisi keladi-yu. Men ham bari iftorlik qilib savob olaylik deb o'tirdim. Ramazonda shunaqa iftorlik qilinadimi? Ha, qizim? Amaki, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli. Biz oyimni har kuni saharlikka, iftorlikka suvni og'iz yopib, suvni ochamiz. Yeyishga hech narsamiz yo'q. Bizlarni ro'zamiz Alloh qabul qiladimi? Qizim, Alloh xolisa albatta qabul bo'ladi. Yaxshi o'tib olding. Bo'pti, xo'p. Alaykum assalom. Yaxshimisiz qo'shni, sizga rahmat aytgani chiqdim. Rahmat, kecha ancha-muncha narsa chiqazib yuboribsiz. Kecha mazza qilib ovqatlandik. Ha, arzimaydi. O'zi chiqmoqchi bo'lib turdim. Kecha iftorligiga kazo odamlarni chaqirib, yo'q, qo'shnimizdan xabar olish esdan chiqibdi. Zakot puli yig'ib qo'ydim. Shuni oling, kamchiliklaringizga ishlatasiz. Ey güzel Allah